shifokor tajribasiga qarab borardik-da. Onam aytardilar, "Mana shu yerda doktor bor, 20 yildan buyon shu yerda o'tiradilar" derdilar. Hozir Instagramlarga qarab boradigan bo'lib qoldi. Bu 20 yil oldin ishlagan instrumentda. 20 yil oldin bunaqa ijtimoiy tarmoq bo'lmagan, reklama, marketing. Birinchi navbatda tibbiyotga ixtisoslashgan, imенно marketingni o'qitadigan tizim yo'q. O'zbekistonda tibbiy ta'lim qanchalik rivojlangan? Insonlar tibbiyot sohasida qanchalik? O'zbekistonda tibbiyot sohasi jadal rivojlanyapti. Nimaga o'zbek shifokorlari chet elga borib malaka oshirib o'sha joyda qolishyapti, O'zbekistonga qaytishmayapti? Nimaga bo'lmasam siz ketmadingiz chet elga? O'zbekistonni kim rivojlantiradi? Davlat klinikasi bilan xususiy klinika. Nima farqi bor? Farqlari diplomda shifokor yozib qo'ygan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali to'plashyapti, lekin ularga sifatli xizmat ko'rsatish ikkinchi darajali bo'lib qoldi. Diagnostika qilmasdan turib, bemorga yechim berishga harakat qiladi. Assalomu alaykum. Shamshod aka, yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Rahmat, xush vaqt bo'ling. Sizni men yaxshi taniyman. Shamshod Irshodovich, IMU klinika tarmoqlari asoschisi rahbarlaridan birisiz. O'zingiz как stomatologsiz, yana xudo xolasa qirralaringiz ko'p. O'zingiz haqingizda ozgina tanishtirib bersangiz, bugungi podkastimizni boshlaymiz. Bugungi podkastdan asosiy maqsadimiz O'zbekistondagi xususiy klinikalar, xudo xolasa yosh mutaxassislar, klinikani tizimlari va inshaalloh kelajakdagi maqsadlar haqida ko'proq gaplashib, bizni ko'radigan insonlarga manfaat foyda bermoqchimiz. Ya'ni klinika sohasidagi insonlar yoki kelajakda kirmoqchi bo'lgan insonlarga manfaatli suhbat bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat, taklif uchun avvalambor. Podkastimizni mavzusiga keladigan bo'lsak, avvalambor o'zimni tajribamdan, shu klinika ochganimizdan beri hozirgacha qilgan ishlarimizni sarhisobi, o'zimizni tajribamizdan kelib chiqqan holatda o'zimni fikrlarim bilan bo'lishaman. O'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, o'zi eng yoqmaydigan narsa o'zim haqimda gapirish. Lekin ma'lumot o'rnida tanishtiraman. Toshkent shahrida 1992-yil Ziyoli oliyda tavallud topganman. Yoshlik davrim bevosita Toshkent shahrida, Sergeli tumani o'rta maktabni 6-o'rta maktab bitirganmiz. 6-litsey maktab bo'lgan, matematika, ingliz tiliga ixtisoslashgan. Maktab davrlarimda qiziqishim asosan aniq fanlarga bo'lgan. Matematikaga va fizikaga juda qiziqardim. Kelajakda imенно shu aniq fanlar bilan bog'liq sohalarni egallayman degan niyatlarim bo'lardi. Lekin oilamizdagi muhit, oilamizda shifokorlar ko'p. Onam stomatologlar bevosita, amakilarim stomatolog vrachlar bor va tibbiyotda boshqa sohalarda ishlaydigan qarindoshlarimiz juda ko'p. Bu muhit ham menga juda katta ta'sir qilgan va maktabni bitirgandan keyin tibbiyot sohasiga bevosita shu kollejga kirganimizda tish texnika sohasida tahsil olganmiz. Chilonzor tibbiyot kollejida. 2010-yil keyin Toshkent tibbiyot akademiyasi stomatologiya fakultetiga va juda ham konkurs juda ham katta bo'lardi. 20 ta, 25 ta abituriyentdan bitta talabalik o'sha baxtiga muyassar bo'lar. Endi hozir bu narsalarni aytsak, hozirgi imkoniyatlar, hozirgi yoshlar uchun yaratilayotgan sharoitlar oldida bu narsalar hozir ertak. To'g'ri. O'shaning uchun juda ham talab kuchli bo'lgan. Birinchi yil kiradigan o'zi imенно tibbiyot sohasiga kirish, toshmiga kirdi degani ko'pchilikning orasida sensatsiya bo'lardi. Birinchi yil kirish. Shunaqa baxtga muyassar bo'lganmiz. Maktab davridan tayinlanish boshlab 3 yil, 4 yillab tayinlanardi. Abituriyentlik juda qiziq davr bo'lgan. O'zimizdan 3 yil, 4 yil oldin tayinlanish boshlagan va bir necha yil kira olmagan abituriyentlar bilan birga tayinlanganmiz. Bular nima deydi? Birinchidan qo'rquv oshirardi va o'zimiz ustimizda yana ham mas'uliyat bilan ishlash uchun motivatsiya bo'lardi. Siz birinchi yil kirgansiz? Birinchi yil kirganmiz. Birinchi yil kirganmiz stomatologiya fakultetiga. Nimaga aynan stomatologiya desak, aytganimdek o'sha boshlanishidan tibbiyotga kirib kelishimizda oilamizdagi muhit va stomatologiya sohasi ham ilm bor bu yerda, ham qo'l mehnati bor, ham odamlar bilan muloqot, bevosita muloqot qolgan tibbiyot sohalariga nisbatan bevosita yonma-yon ishlaydi. Bemor bilan juda ham yaqin ishlaymiz va odamlar bilan ishlash zavq beradi.
O'shaning uchun stomatologiya sohasiga muhabbat o'sha kollejlik paytidan boshlangan. Kollej paytimizda imенно tish anatomiyasi, tishlarni shunaqa 32 ta tishimiz bor, lekin har bittasi o'ziga xos anatomik shaklga ega. Bu ham Allohning mo'jizasi. Har bittasini tishimizdagi har bitta do'mboqcha, har bitta chuqurcha, har bitta tishimizni qismi o'zini vazifasi bor. Bularni o'rganish jarayonida o'ziga juda ham jalb qilgan va bevosita keyin shifokorlik yo'lini tanlaganmiz. Bitta savolim bor, Shamshid aka. Shifokor bo'lish, tajribali shifokor bo'lish osonmi? Tajribali shifokor bo'lish uchun albatta juda ham ko'p narsalarga bog'liq. Tajriba faqatgina ilm bilan yoki malaka oshirish bilan kelib qolmaydi. Yillar davomida odamlar bilan muloqot, bemorlarni avvalambor tushunishimiz, har bir bemor eshitishimizni, har bir bemor uni tushunganlik hissini qadrlaydi. Har bir bemorga uni yaqiningizdek qabul qilishingiz, har bir bemorni dardini o'zingiz dardingizdek his qilishingiz bu yillar davomida tajriba asosida keladi. Bunga o'zimiz ham hali yetarli katta tajribaga egaman deb aytolmayman-ku, lekin shu ishlagan yillarimiz davomida boshidagi, misol uchun bemorlar bilan muloqotimiz, boshidagi bemorlarni bizga nisbatan munosabati bilan hozirgi munosabat solishtirganda bevosita bu narsalar katta ahamiyatga egaligini his qilaman. Tajriba masalasida albatta hozirgi kunda shifokor tajribasi O'zbekistonda qolgan davlatlarga nisbatan solishtirganda umuman qolishmaydi va bir xil sohalarda juda ham oldinda ketayotganimiz bilan quvontiradi. Stomatologiya sohasida hozirgi kunda juda ham oldinda ketyapmiz. Buni isboti sifatida o'zimizda ham Amerikadan kelgan bemorlar, Yevropadan kelgan bemorlar faqat shu tishini davolatish uchun kelib, o'z o'sha yashayotgan davlatga qaytib ketadi. Bu degani O'zbekiston stomatologiyasi dunyo darajasida tenglasha oladigan darajada o'sib boryapti. Bu albatta bizning yutug'imiz. Yurtimizda yaratilgan sharoitlarni natijasi. Biron marta eshitmaganman stomatologiya sohasida chet elga borib tishini qildirganini. O'zbekistondagi narxlari ba'zi bir odamlar kam ishi stomatologga tushgani uchun qimmat deb o'ylashi mumkin, lekin biza Janubiy Koreyada o'qiganmiz, u yerda narxlar nereal va xizmat ham hozir biz ko'rsatayotgandek, lekin undan misol bilmayman. Ana yaqinda bitta hindistonlik doktor menga yozib qoldi, o'sha stomatologiya bo'yicha patsientlar bo'lsa Hindistonga jo'natyapti. Jinnimisan, O'zbekistonda sizlar qilmayotgan ishlari qilyapti. Misol eng oxirgi rusumdagi hamma narsalar bor. Nima qiladi bemorlar o'tga boradi desam, sen bu yerga kelib ishlagan dedi. Bitta bozor bor, bitta patsientlar bor, bitta stomatologiya sohasida O'zbekistonda juda yaxshi o'rinda ketyapmiz. Eng so'nggi masalan instrumentlar, apparatlar hammasi bor deb turib tushuntirsam, unaqa bo'lsa bizga o'sha yerdan filial ochishga yordam bergan. Ikkinchi savolim, nimaga hozirgi savolni berdim sizga? Yaxshi shifokor bo'lish. Men ko'p klinikalarda ishlaganman. Ishlash jarayonida bitta narsaga guvoh bo'lganman. Zo'r doktorlar bor, o'zlarini ko'rsatisha olmaydi. Ommaga chiqib, ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, mana siz ham, o'zingiz ham, men o'zim majburlab olib kelyapman sizni. Lekin yangi chiqqan doktorlar bor. Bemori yo'q, lekin bemor ko'rgisi keladi-da. Instagram, YouTube'larda, boshqa joylarda o'zini maksimal reklama qilyapti. Bemori ko'p, lekin ba'zi bir paytda sifat o'rtacha. Bunga mana shunga nima sabab? Oldinlari shifokor tajribasiga qarab borardi-da. Onam aytardilar, "Mana shu yerda doktor bor, 20 yildan yosh o'tiradilar" derdilar. Hozir Instagramlarga qarab boradigan bo'lib qoldi. Bunga nima deysiz? Bunga qanaqa? Bunga endi hozirgi zamonaviy aytganingizdek, sotsial setlar, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar rivojlanganligi haqiqatda juda ham katta ta'sir qilyapti. Aytganingizdek, tajribasiz shifokorlar ham bemor oqimini ijtimoiy tarmoqlar orqali to'plashyapti, lekin ularga sifatli xizmat ko'rsatish ikkinchi darajali bo'lib qoldi. Bu doktorlar obro'siga putur yetkazadi. Doktorlarning obro'siga putur yetkazadi bir tomondan, ikkinchi tomondan ertaga bemorlarimizga ham sifatli xizmat ko'rsatishimizni doktorlarga bo'lgan ishonchi
yo'qotib qo'yishimizga sabab bo'layotgan omillardan bittasi bu. Endi bu narsaga qarshi emasman. Ya'ni o'zimiz ham shu paytgacha shaxsiy brend yoki ijtimoiy tarmoqlarda ko'p e'tibor bermagansiz. Bermaganmiz. Sababi birinchidan faqatgina shifokorlik faoliyati emas, klinikada Tadbirkorsiz. boshqaruv, klinikada bevosita rahbarlik qilgandan keyin bu narsa vaqt jihatdan yetishmovchilik bo'lgan va undan tashqari pedagoglik faoliyati bilan shug'ullanganman. Universitetda dars berasiz. dars beramiz. Mana shu narsa man o'ylanib qolamanda, insonlarga hozir bitta narsa o'rgatingki, qanaqa qilib tajribali shifokor bilan tajribasiz shifokorni ajratib olishsa bo'ladi. Bir qanaqadir filtr o'rgata olasizmi? Tajribali shifokor bilan tajribasiz shifokorni birinchi navbatda uni qilgan ishlarini natijalarini ko'rish, ikkinchidan bemor shifokor qabuliga borganda albatta birinchi navbatda diagnostikadan boshlanadi. Har bir bemor kelganda diagnostikadan boshlanadi. Diagnostika etapida o'zi shifokorni tajribasi, shifokorni o'zi qilishi mumkin bo'lgan qobiliyatlarini ko'rsatib beradi. Ya'ni bilim darajasini diagnostikada baholasa bo'ladi. Bemor buni qayerdan biladi desak, har bir shifokorni o'zini protokoli bor. Ma'lum bir kasallikka yechim qilishimiz uchun protokollar bor. Shu protokollar asosida bemorga biz yechim beramiz. Shu protokollarning eng asosiy qismi bu diagnostika. Ko'pchilik shifokorlar, yosh shifokorlar ayniqsa diagnostika qilmasdan turib bemorga yechim berishga harakat qiladi. Ya'ni tishingizni shu natijaga olib kelamiz. U muammoni asl sababini o'rganmasdan turib bevosita yechimni qilishga o'tishadi. Bu narsalardan e'tibor berishligini so'rayman bemorlardan. Sababi har bir tishimiz alohida organ. Misol uchun barmog'imiz orisi barmog'imizni kesish kerak emas, to'g'rimi? To'g'ri. Uni sababini aniqlashimiz kerak. U sababini yo'qotishimiz kerak. To'g'ri. Faqatgina uni simptomlarini davolamasdan asl sababini davolashimiz kerak. O'shaning uchun stomatologiya faqat tish bilan bog'liq soha emasda. Bevosita yuz jag' tizimiga bog'liq chakka pastki jag' bo'g'imi, yuz jag' sohasidagi barcha organlar stomatologiyaga aloqador. Shuning uchun faqatgina tish bilan murojaat qilgan bemorlar faqat tishiga e'tibor beradigan doktor bilan emas, bevosita umumiy bemorni shikoyatlarini eshitib, to'liq o'rganib, keyin xulosa beradigan shifokorlarga murojaat qilishlarini so'ragan bo'lardim. Mana biz klinikalarga savdo tizimini yo'lga qo'yishni boshlaganmiz. Bu tushuncha yo'q edi. 2 yil oldin men shunaqa narsa bilan shug'ullansam kulardi. Qanaqa qilsan xizmat sotasan? Doktorlar o'zini sota olmaydi, o'zini aniq qila olmaydi. Biz telefondan boshlab turib insonlarni shu diagnostika qilishni boshlaymiz. Birinchi savollarimiz bor. Holatini bilamiz, oldin qatlarga borgan, nima yechimni olgan, bizga kelsa nima yechim bera olamiz. Uni ko'rib bo'lib, mana 50% ma'lumotimiz bo'lsa ham o'zimizga ishonmagan holda keling, konsultatsiyaga keling. Qanchadir pul sarflab, vaqt sarflab, umringizni yo'qotgandan ko'ra kelib konsultatsiyada shunga yechim olsangiz bo'ladi desak, ko'plab bemorlar haligi pramo yechim so'rashadi. Nech pul, qancha, nech pul qilib beradi, baraka topkurlar. Hech qaysi bir doktor, hech qaysi bir misol call centerda ishlaydigan xodim sizga bittada konsultatsiya bera olmaydi, bittada sizni ko'ra olmaydi. Kelishingiz kerak. Rentgenga tushib ket desangiz ham xafa bo'ladi, jahli chiqadi. Nimaga? Xuddi siz uni pulini olayotganda. Baraka topkur, sana aniq holatingni bilsam, bir dona dori bilan davolashim mumkin. Misol, aniq holatingni bilmasam, tishingni kavlab tashlashim mumkin desak, ko'pchilik holatda tushunishmaydi. Xalqdagi tibbiy ta'lim hozir mavzumiz. Nima deysiz? O'zbekistonda tibbiy ta'lim qanchalik rivojlangan? Insonlar tibbiyot sohasida qanchalik? Aytishim mumkin, saviya oldingi nisbatan ko'tarilgan. Sababi bevosita sun'iy intellekt va ijtimoiy tarmoqlarda shifokorlarning o'zini shaxsiy blogini yurg'izish orqali haqiqatda bu xalqimizni tibbiy saviyasini ko'tarishiga olib kelyapti. 5 yil oldingi holat bilan hozirgi holatni solishtirsangiz, bemorlar juda ham
o'zi haqidagi ma'lumotlar bilan keladi. Da. Unga yetishingizdan oldin tishida nima muammo bor, qanaqa yechimlari bor, nima qilishimiz kerak, sizdan oldin o'sha javoblari bo'ladi. To'g'ri. Faqatgina doktordan bir xil bemorlar bor, hattoki konsultatsiya berib bo'lganimizdan keyin mana bunaqa qilsak ham bo'ladi-ku degan, ya'ni o'zini takliflari bilan keladigan bemorlar bor. Bu endi albatta sun'iy intellektga ishonib hozir ko'p mana chet tilda ham misolni keltirishimiz mumkin. Sog'liq bilan bevosita xavfli sun'iy intellekt orqali shifo topishga urinish. O'shaning uchun hali shifokor o'rnini sun'iy intellekt bosgani yo'q. To'g'ri. Tibbiy saviya masalasida bevosita aytishim mumkin, xalqonga ancha o'sgan hozirgi kunda. Boya Yemo klinikasini Oqtepa filialida o'tirganimda bitta bemor doktor yozib bergan tashxisni ko'ryapti-da, rasmga olib, hozir yangi sun'iy intellektda chiqqan tashlayapti-da. Buni xulosasini o'qib, bu bilan solishtiryapti. Bilan solishtirib, ha deb ishonchi komil bo'lib keyin chiqib ketyapti-da. Bu narsada bir tomondan xursand bo'ldim. Nimaga? Doktorlarimiz endi o'zini ustida yaxshiroq ishlash kerak. Aniq tashxis qo'ymasangiz, u solishtirib qo'yapti. Bir tomondan xafa bo'ldim. Nimaga sen doktorga ishonmayapsan, tajribasiga ishonmayapsan degan narsadan xafa bo'ldim. Iloyim, birinchisi bo'lsin, doktorlarimiz ko'proq ustida ishlasin. Sog'liq sohasida hech qachon sun'iy intellektga ishonib bo'lmaydi. Shuning uchun ko'rgan bo'lsangiz, nima sun'iy intellektdan so'rasam, eng pastida oddiy boshim og'riyapti desangiz ham, doktorga boring deydi. Doktorga boring degan o'zidan saqlab qo'yadi. Yana bitta savolim. Bu savol men hayotimda shunaqa holat bo'lgan, sizdan ham. Karyera davomida eng og'riqli, eng qiyin qaroringiz qayerda bo'lgan? Karyeram davomida 2017-yil magistraturani bitirganmiz va Toshkent davlat stomatologiya institutida faoliyatimizni boshlaganmiz. Bevosita o'sha kafedrada yaxshi natijalar bilan bitirganimiz uchun olib qolishgan va ham pedagogik faoliyat, ham shifokorlik faoliyati bilan Toshkent davlat stomatologiya institutida faoliyatimizni boshlaganmiz. O'sha vaqt mobaynida ko'pgina qiyinchiliklarga duch kelganmiz. Sababi ham o'qitish tizimida, ham bemorlar bilan ishlashda bevosita davlat strukturalarida ozgina nima deydi, biza yechim berishimiz, tezroq yechim berishimiz qiyin bo'lgan muammolar ko'p bo'lgan. Va o'sha vaqtlar mobaynida endi xususiy ta'lim, oliy ta'lim muassasalariga buyruq chiqqan, ya'ni ochilishiga ruxsat berilgan paytlar 2020-yilda ham ustozim, ham ko'p tomonlama akam Elbek Azizbekovich boshchiliklarida ularni tashabbuslari bilan xususiy tibbiyot universitetini ochish ideyasi bo'lgan va bu ideyani atrofida jamoa shakllanish boshlagan. Shu vaqt mobaynida o'zim ham o'sha yillar davomida xususiy tibbiyot yoki klinika ochish yoki o'sha xususiy davlat strukturasidan xususiy strukturaga o'tish rejam bor edi. Klinika ochish reja qilib yurgan paytlarim bo'lgan. O'sha vaqt mobaynida ustozim Elbekam klinika, universitet qoshida klinika ham qilish rejamizda borligi, uni rivojlantirish uchun birga shu klinika sohasini rivojlantirishimizni birga maslahatlashib, birga rejalarimizni tuzganmiz va 2020-yil universitet litsenziya olgan bo'lsa, 2021-yilda klinika faoliyatini litsenziya asosida boshlaganmiz. Bu eng qiyin davrlar hisoblanadi, sababi ishlab turgan joyingizdan, komfort zonadan chiqib, u joyni tashlab, chunki oyligimiz bor, davlat strukturasi bo'lgandan keyin bemor oqimi bor. Eng oxirgi baribir ko'p bemorlarning oxirgi boradigan joyi Toshmay bo'ladi. Shunaqa. Bemor oqimi bor. Misol uchun komfort zona bo'lgan. Hamma narsa yetarli. Maoshlarimiz ham, topish tutishimiz ham yaxshi bo'lgan paytda uni tashlab ketib, katta risk qilib, hali
oxiri noaniq bo'lgan. O'zimiz ishonganmiz, lekin hattoki yonimizdagi yaqinlarimiz ham ishonishlik qiyin bo'lgan. Chunki O'zbekistonda bunaqa proyekt bo'lmaganda. Xususiy tibbiyot universiteti bunaqa proyekt 2020-yilda tibbiyot tugul boshqa xususiy universitetlar ham sanoqli bo'lgan. Karantindan endi chiqqan paytimiz. Karantin paytlari shu ishlarni amalga oshirganmiz. Eng qiyin paytlar shu bo'lgan deb ayta olaman. Mana hozir sizni videoda ko'rib turgan 18 yoshli o'zingizga nima maslahat berasiz? Tezroq siz erishgan natijalarga erishish uchun. Endi biz hali juda katta natijalarga erishmadik-ku. Aytgan bo'lardim, o'zini ustida ko'proq ishlash. Vaqtini o'zini bilimiga, topayotgan pulini ham o'zini bilimiga investitsiya qilishini maslahat bergan bo'lardim. Davlat klinikasi bilan xususiy klinika nima farqi bor? Davlat klinikasi bilan xususiy klinikani farqlari hozirgi kunda tobora imkoniyatlar tenglashib boryapti. Bu muhtaram prezidentimizni xususiy tibbiyot muassasalariga berayotgan e'tiborlari, ularga yaratilayotgan sharoitlar, tadbirkorlikka ochilayotgan keng imkoniyatlar hozir davlat bilan tenglash imkoniyatini beryapti. Qaysi ma'noda? Davlatdagi ko'rsatilayotgan xizmatlar xususiy tibbiyot klinikalarida ham ko'rsatiladi. Lekin davlat byudjetidan faqat davlat klinikalarida amalga oshirish uchun pul ajratiladi. Hozirgi kunda bemorni o'ziga imkoniyat berilyapti. Xohlagan klinikangga bor, xohlagan klinikangda xizmat ol va davlatdan ajratilgan ma'lum bir kasalliklarga pul ajratiladi davlat byudjetidan. Davlat men to'lab beraman deyapti o'sha xususiy klinikaga. Bu degani raqobat tenglashyapti. Sog'lom raqobat shakllanyapti. Davlat klinikalari bilan xususiy tibbiyot klinikalari o'rtasida sog'lom raqobat shakllanyapti. Bu yana ham xususiy klinikaning rivojlanishiga katta ta'sir qiladi. Mana bilsak, chet davlatlarga ko'p boramiz. O'tga borganimizda davlat klinikalaridan ko'ra xususiy tibbiyot klinikalari juda ham massab katta, juda ham tibbiy xizmat yuqori darajada, nafaqat tibbiy xizmat, servis ham yuqori darajada. O'z navbatda bizda ham shu narsa sekin-sekin kelyapti. Faqatgina tibbiy xizmatni darajasiga emas, servisga ham bevosita xususiy klinikalarda menimcha katta e'tibor berilayotgani bu ertaga rivojlanishiga katta ta'sir qiladi. Davlat klinikalaridan kerak bo'lsa, menimcha o'nchamdan katta klinikalar xudo xolisa yaqin 10 yilda shakllanadi. Nega biz kasal bo'lsak keyin boramiz больницаga o'zbeklar? Bu o'zbeklarning eng katta og'riqli nuqtasi. Eng katta nima deydi? Bizani shifokorlarni ham qiynaydigan narsa bu. Sababi qancha bemor vaqtli murojaat qilsa, birinchidan o'ziga oson, hamma tomonlama. Vaqtidan, pulini, umrini, sog'lig'ini saqlash borasida. Shu narsani sekin-sekinlik bilan yetkazib boramiz, lekin hali ham juda ham katta foiz tashkil qiladi. Faqat og'riganda keladi. Bemorlarimiz og'riganda kelganda ham umumiy qolgan muammolarni aytsangiz, faqat shu og'rig'imni qoldiring. Birinchi navbatda shu og'rig'im qolsa bo'ldi degan taassurot bilan kelishadi. Lekin ana hozir aytib o'tdim, Yevropa davlatlarida, Finlandiyada o'tgan yillarda borganimizda 1 yil davomida butun respublika bo'yicha, Finlandiya respublikasi bo'yicha 160-170 ta stomatolog bitirib chiqargan. Bizda hozirgi kunda mana xususiy tibbiyot muassasalari ochilgandan keyin yiliga 4000 ta 5000 ta stomatolog bitirib chiqadi. Bu degani qanchalik farq ko'rsa, bu degani stomatologga murojaat u yoqda kam degani emas. U yoqda profilaktika juda ham kuchli rivojlangan. Bog'cha yoshidan boshlab majburiy profilaktik chora-tadbirlar ko'riladi.
har bir bola bilan individual shug'ullaniladi. Bu ertaga har xil stomatologik kasalliklarni karyesni oldini olishga olib keladi va eng boshlang'ich paytida biz oldini olsak, keyingi asoratlar уже kamayadi. Hozirgi kunda 20 yosh, 25 yosh yigit qizlarimiz kelishadi. Orqada misol uchun 4 ta tishi yo'q. Уже tishsizlik bilan murojaat qilishadi-da. Bu juda ham achinarli holat. Sababi shu bizada profilaktikani avvalambor tizimimizni sekin-sekinlik bilan bu narsaga borilyapti. Tizimimizdagi kamchiliklar ham sekin-sekin bartaraf etilyapti. Lekin xalqimizni o'zida ham bu narsaga sekin-sekin o'zini sog'lig'i haqida qayg'urish singib borishi kerak. To'ppa-to'g'ri. Bu savol mani hozirgi bergan savolim mani og'rig'im. Kasal bo'lsak kim boramiz deymiz. Misol qiling, o'tgan yil biz bilan bo'lgan odamlar hozir yo'qdi. O'shalardan a'lo qadar, lekin o'shalardan bir 20%, 30% agar vaqtida ko'rinib, vaqtida davolanganda bo'lardi. Hamma oldimizga kelgan paytda yoki telefon qilgan paytda kasal o'tib ketgan, vaqtida e'tibor berilmagan, keyin uyini sotadi, boshqasini sotadi, baraka topib, boshib borib tekshirtirsang, hech narsani sotish kerak emas. Konsultatsiyaga pul berib, doktorga prosta ishonib, shu aytgan narsalar qilishing kerak bo'ldi. Bizda doktor yozib bergan narsani o'qishadi, doktor gapiraveradi deydi. 3 hafta o'tadi, boyaga narsa yana ham chuqurlashganda o'sha doktorga borib, undan ko'p pul to'laydi. Doktorga uni puli kerak emas. Doktorga boyaga narsaga amal qilish kerak edi. Endi doktor ham buni oldini olish uchun harakat qiladi. Shunaqa. Shogirdlar chiqarasiz-ku. 30 dan ortiq, men bilmayman, men o'zim aytganim, balki 100 dan ortiqdir sizda. 100 dan ortiq shogirdlar chiqarayotgan paytingizda birinchi navbatda ularga nimani o'rgatasiz? Birinchi navbatda shifokor qadriyatini singdirishga harakat qilaman. Sababi har birimiz avvalambor insonmiz. Shifokor 2 karra mas'uliyat bo'ynida borda. To'g'ri. Bitta insonni sog'lig'ini o'zimiz zimmamizga olish bu avvalambor Alloh oldida o'sha bemor oldida vijdonan unga o'zimizni yaqinimizni, o'zimizni dardimizni davolashga harakat qilgandek yechim berishimiz bu bizning burchimiz. To'g'ri. Faqatgina nima deydi, o'zimizni rivojlanishimiz yoki oilamizga bo'lgan kasbimiz to'g'ri. Tirikchiligimiz. Lekin birinchi navbatda biz bemorning dardiga juda ham yuqori nima deydi, mas'uliyat talab qiladigan ishda. To'g'ri. O'shaning uchun shu mas'uliyatni his qildirishga, har bir bemorni o'zini yaqinidek ko'rishiga, bemor bilan kommunikatsiyani to'g'ri qo'yishiga birinchi navbatda ahamiyat beraman. Sababi ko'p shifokorlarimiz og'riqli nuqtalardan bittasi. Qobiliyati zo'r bo'lishi mumkin, o'zini ishini zo'r bilishi mumkin, tajribasi yuqori bo'lishi mumkin, chet elda malaka oshirish kurslarida ko'pini o'tib kelgan bo'lishi mumkin. Lekin bemor shuncha tajribasidan kelib chiqib, shifokor uni tushunmayotganini his qilsa, shifokor uni eshitmasa, bemor ishonmaydi. To'g'ri. Eng muhimi, ayniqsa hozirgi paytda tanlov ko'p-ku. Shunaqa. O'shaning uchun eng muhimi ishonch. Bemorlar ishonch orqali qaytib yana bizga murojaat qiladi. Ishonch orqali boshqa odamga tavsiya qiladi bizdan. To'g'ri. O'shaning uchun ishonchga kirish uchun biz bemor o'zimiz yaqinimizda ko'rishimiz kerak. Yaqinda Yemo klinikasini o'sha Rakat filialida shunaqa tadqiqot qildik. 30 ta shu odamga telefon qilib opros o'tkazdik-da. Nima uchun klinikamizni tanlaysiz desa, 70% odam. Aniq statistika 70% odam shu doktorga ishonganimiz uchun. Doktorlarga ishonamiz. Ancha yildan buyon qatnaymiz, qayerda bo'lsa ham ularga boramiz deydi. Agar biz bo'lmasak, qayerga borardik desak, hech o'ylab ko'rmagan ekanmiz. Ya'ni bu shu darajada oldindan bemor bo'lganki, unaqa narsalar o'ylamagan. Pramo yo tishi og'risa, yo oilaviy qanaqadir kasallik bo'lsa, bizani shu ko'p tarmoqli klinikamizni tanlashar ekan. Yaqinda klinikada check-up ishlab chiqishni taklif qildingiz. Ayollar uchun og'riq O'zbekistonda check-up, qizlar uchun maxsus check-up. Nima uchun kerak o'zi check-up?
Check-up nimasi degani mana telefonda aytsak tushunishmayapti. Check-up degani har bir inson o'zini sog'lig'i haqida bir yilda bir marotaba, hech bo'lmaganda bir yilda bir marotaba o'zini sog'lig'i haqida informatsiyaga ega bo'lishi kerak. Biz sog'lom o'zimizni yaxshi his qilishimiz mumkin, hech qanaqa muammo yo'qdek tuyulishi mumkin. Lekin hozirgi kunda kasalliklar turi juda ham ko'payib boryapti. Yildan yilga kasallik turlari ko'payib boryapti. Agar biz uni kasallikni erta bosqichida aniqlamasak, ertaga orqa qaytarib bo'lmaydigan asoratlarga, ertaga yomon holatlarga olib kelyapti. O'shaning uchun hozir aytib o'tdik-ku, profilaktikaga katta e'tibor berishimiz kerak. Profilaktika bu salomatlikka saqlab qoladigan, salomatligimizni ertaga uzoq yil sog'lom yurishimizni ta'minlaydigan tizim bo'lishi kerak. U faqat ayol qizlarimizda emas, umuman hamma erkaklarda ham, ayollarda ham. Hozir ayollarni check-upini misol keltirdingiz. Hozirgi kunda ayollar orasida ko'krak bezi saratoni, jinsiy a'zolarning saratoni O'zbekistonda juda ham foiz oshib ketyapti yildan yilga. Buni agar erta bosqichlarda aniqlasak, ertaga bemor hayotini saqlab qolishiga, bemorga yana sog'lom turmush tarzini qaytarib berishga sababchi bo'lamiz. Shu ma'noda, ya'ni ayol qizlarimiz o'zini sog'lig'i haqida boshlang'ich ma'lumotlarni bilsin. Kasallikni erta davrda aniqlash uchun kerak bo'ladigan analizlar bo'ladimi, shifokor ko'rigi bo'ladimi, instrumental tekshiruvlar bo'ladimi, hammasidan o'tib o'zini sog'lig'i haqida ishonchli ma'lumotga ega bo'lsin. Agar qanaqadir shubhali analizdagi javoblar yoki qanaqadir kasallikka shubha tug'diradigan alomatlar bo'lsa, uni yana ham jadallik bilan boshqa tekshiruvlarga yo'naltirishimiz bu ertaga ayol qizlarimizni sog'lig'ini saqlab qolishiga, ertaga millatimizni onalari, ayollarimiz. Millatimiz sog'lom bo'lishi uchun avvalambor ayollar sog'lom bo'lishi kerak. Bu balandparvoz gap emas, lekin bu haqiqat. Amalda qilayotgan ishlarimiz. Shunaqa. O'shaning uchun ayol qizlarimiz kelin kuyovlarga ham maxsus check-uplar uyushtiramiz. O'zingiz buni boshida turibsiz. Kelin kuyovlarimiz ham hozirgi kunda nikohdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tish majburiy. Lekin u tibbiy ko'rikdan ko'pchilik yuzaki o'tadi. Pulini berib xalq boray degan narsalar ham eshitib qolamiz. Endi u tizimni bilmadim-ku, lekin doktorga kirsa ham sog'lomman. Yozib bera qoladi. Shikoyatini aytmaydi. O'z haqidagi bo'layotgan jarayonlarni sir tutadi. Chunki yangi kelin, yangi kuyov. Yana. O'zbek mentalitetiga xos o'sha andisha bo'ladi. Lekin to'ydan keyin bu jarayonlar aniqlansa, oila buzilishiga sabab bo'layotgan holatlar juda ham ko'p. Farzandsizlik muammolari bo'ladi. Farzandsizlik muammolari, ertaga oilani buzilishga sabab bo'ladigan, sog'liq tufayli oila buzilishiga sabab bo'ladigan misollar juda ham ko'p. Bularni oldini olish uchun nafaqat ayollar, balki kuyovlarni ham check-up asosida ham jinsiy tomondan, ham umumiy ruhiy tomondan organizm holatini aniqlash uchun, uni sog'lig'i haqida to'liq ma'lumot olish uchun bu check-uplar xizmat qiladi. Bitta kelin kuyov telefon qilyapti bugun. O'sha check-up videomizni ko'rib turib, bu deydi, borsam deydi, shuni analiz yozib bera olmaysizmi deydi. Tushmasam ham deydi. Nimaga desam, mana bu nigohdagi qog'ozga kelgan. Unaqa bo'lsa bizga kelmasdan qo'yavering dedim. Men sizni sog'lig'ingizni aniq tekshirilgan holda, aniq qoningiz bunaqa ekan, jinsiy holatingiz bunaqa muammo bor ekan, ichki tomirlarda bunaqa muammo bor ekan, yuragingizda bunaqa bor ekan, UZI tekshiruvlaridan keyin bunaqa muammo bor ekan deb aniq bitta qog'ozcha beraman sizga. 6 oy mobaynida mana shu qog'ozcha bilan birga o'zingizni sog'lig'ingizni to'liq bir pasporti bo'ladi desam, yo'q, O'zbekistonda shunaqa narsalar ham qilinadi. Albatta dedim. To'ydan oldin mana shunaqa qog'oz oling,
ertaga sizda inshaalloh farzandingizda muammosi, to'ydan keyin bo'ladigan har xil kasalliklarni oldini olishga yordam beradi bu desam, bo'ldi bo'lmasam boraman deb yozdirib qo'yishyapti. Ya'ni hali tushuncha paydo bo'lmagan. Ya'ni yana bitta holat bo'ldi. Bitta qizni onalari telefon qildilar. Biz qizlar uchun deb alohida urg'u beramiz. Qizlar uchun chekam. Ko'pchilik qizlar ota-onasiga ham hattoki o'zini muammolarini aytishga uyaladi. Bilasiz, O'zbekistonda ota-ona bilan qiz orasida nima bo'ladi? Onalar telefon qilyaptilar. Shu videolaringni ko'rdim, qizlar uchun chekapti dedilar. Ha, albatta bizda unaqa chekapimiz mavjud. Yangi ishlab chiqdik. Shunaqa chekapdik. Nimalar bor edi ichida dedi. Sanab berdik. 20 yaqin analiza bor, UZI bor, boshqa joyda shuni tushsam paloncha pul deydi. Sizda juda arzon ekan deydi. Biz hammasini birlashtirsak, o'zimizga ham, bemorlarimizga ham yaxshi bo'lishi uchun. Har xil joylarga borib, UZIga bor, ginekologga bormas, bitta joyga kelib, vaqtingizni, umringizni, ham pulingizni tejagan holda mana shu narsani o'ting deb tavsiya berdik. Bu yaxshi bo'ldi O'zbekistondagi aholiga. Inshaalloh tushunchalar shakllansa, yana ham tezroq. Tushunchalar shakllanib boryapti. Chekaplarga. Endi kasb to'g'risida savol. Shifokorlik bilan tadbirkorlik o'rtasida qanaqa qiyinchiliklar bor ekan? Qaysi birini tanlaganingiz yaxshiroq? Avvalambor men o'zimni shifokor deb bilaman. Sabab diplomimda shifokor yozib qo'ygan. Shifokor stomatolog deb yozib qo'ygan. Yoshligimdan bu kasbga mehr berganman. Bu kasbni ilmini olganman. Bu kasb orqali odamlardan rahmat eshitganman. Tadbirkorlik sohasida tadbirkorlik nafaqat bitta o'zimni patsientlarimga bo'lgan mas'uliyat, balki butun jamoani mas'uliyati bo'ynimga olish. Shuning uchun tadbirkorlik bu shifokordan ko'ra katta mas'uliyat deb o'ylayman. Sababi endi biz klinika sohasida bo'lganimiz uchun klinikadan misol keltiraman. Boshqa tadbirkorlik sohalarida boshqa mas'uliyat, lekin bizning mas'uliyat ham tadbirkor sifatida, ham klinika sohasidagi tadbirkor sifatida butun klinikamga kelayotgan nafaqat bemorlarni sog'lig'i to'g'risida mas'uliyat va u yerda ishlayotgan shuncha xodimimni mas'uliyati. Bu shifokorlikdan ham ko'ra katta mas'uliyat deb o'ylayman. Emu klinikasida biza xudo xolasa eshikka shunaqa narsa yopishtirib qo'yganmiz. Hozir o'zimizda bo'limdan boshladik. Ishga kirayotgan paytda niyat qildingmi degan yozuv chiqib ketayotganda bugungi imkoniyatdan to'liq foydalandingmi? Komandamizda to'g'ri tushuncha paydo bo'lishi. Ya'ni u oddiy ish qilib oylik olayotgani yo'q. U bugun klinikamizga misol 150 ta bemor keladigan bo'lsa, o'shalarning dardiga shifo topishiga sababchi bo'lgan inson. Har birimiz chiqib kelayotganda mana shu 150 ta odamga o'zimni bor imkoniyatim bilan ishladimmi yoki prosta bahona qildimmi degan narsa. Har kun mana shu narsani so'raymiz. Bizning bo'limimizda zo'r ishlar. Niyating nima desa mashaqa deydi. Orada urushib qoladi, boshqa bo'ladi, bemorlar bilan nima bo'ldi? Ertalabki niyating nima edi desam, to'g'ri aytasiz deb qo'yadi. Shunga ishga bo'lgan munosabat. O'zi klinika sohasi qiyin. Klinika sohasi juda qiyin. Kasal bilan ishlaysiz, kasalliklar bilan ishlaysiz, doktorlar bilan ishlaysiz. Hammani o'ziga yarasha xarakteri bor va bu joyga odam qo'pol qilib aytganda xursand bo'lib pul to'lamaydi-da. Xursand bo'lib pul to'lamaydi. O'zi kasal bo'lgan odam kelib pul to'layapti va unga yaxshi to'g'ri yechim bersangizga u rozi bo'lib ketadi. Noto'g'ri yechim berib qo'ysangiz juda ham xavfli bo'ladi. Shuning uchun biz har bitta detalga chuqurlashib kiramiz. Shuning uchun mas'uliyat katta deyapman-da. Mas'uliyat faqatgina bemor oldida mas'uliyatimiz va uni yaqinlarini oldida mas'uliyatimiz juda katta. Sababi aytganingizdek, niyatimiz avvalambor bemorga shifo berish. Lekin jarayonda o'zi aytgandek, misol uchun 10 ta bemor ko'rdim, 11-chi bemorga o'sha kelganda yaxshi kayfiyat bilan emas, charchagan holatda muomala qilish bor, boshqa bor. O'sha tomonlarda aytganingizdek, shifokorlar norozi bo'lib ketishi bu bizning og'rig'imiz, tadbirkorlar og'rig'i. O'sha narsalarni tizimlashtirib, o'sha narsalarni shifokor ham, har bir tibbiyot xodimi ham bemorni xursand holatda uni dardiga yechim bersa, menimcha to'g'ri. klinikadagi muhit yaxshi bo'ladi. Hozir Emu klinikasida doktorlar o'qitishni boshlayapmiz, bemorlarni to'g'ri konsultatsiya qilish bo'yicha. Boya aytganingizdek, bemorlarni eshitmasak, ular bizga ochilmaydi.
Ko'p klinikalarda ishlagan paytimizda shu muammo. Shuni bemor kirsa, ha siz deydi boring MRTga tushing, MCGTga tushing, laboratoriyaga. Bemor shubhalanadi. Men chiqqandan keyin so'raganman, nima bo'ldi desam, ha menga qanaqadir apparatlar deyapti, hozir shart emas deb ketib qoladi. Ikkinchi xil bemorlar bor. Ular bu narsalarni konsultatsiya jarayonini yaxshi tashkil qilishga kelgandan keyin bemor bilan o'tirib, avval yaqin bo'lib, yaxshimisiz, qalaysiz, charchamayapsizmi, insultlardan qiynalib, nima muammo qiynayapti, qayerga borib ko'rdingiz, natija bo'lmadimi, nima xohlagandingiz o'zi deb turib chuqurlashi bemor ochilishiga, bu insonni o'zini akasidek ko'rishiga, u tavsiya qilgan narsalari o'zini sog'lig'iga foydali bo'lishini bilgani uchun borib o'sha narsadan foydalangan. Shu sababli hozir mana biz ham klinikada shu narsani tahlil qildik, doktorlarimiz bu narsani yaxshi qabul qilishdi. Xudo xolasa, men o'ylayman, siz ham fikringiz menga qiziq. Doktorlar konsultatsiya jarayonida qanchalik aqlli bo'lishi kerak, qanchalik psixolog bo'lishi kerak, to'g'ri ma'noda. Juda to'g'ri savol berdingiz. Boyagi aytganimiz, doktorni tajribasi bo'lishi mumkin, doktorni amaliy ko'nikmalari, qo'l bilan ishlash mahorati kuchli bo'lishi mumkin. Lekin aytganimizdek, kommunikatsiyada muammo bo'lsa, bemorda ishonch bo'lmaydi. Bu ishonch uchun hozir aytgan narsalar ham psixolog bo'lishi kerak, ham bemorni eshitish qobiliyati bo'lishi kerak. Bemor o'zini eshitilganlik hissini tuysa, undan baxtli odam yo'q. To'patto'g'ri. Uni dardini eshitish kerak. Ba'zi bir doktorlarda bunaqa narsa yo'q-da. Mana bemorning ichida savollari bor. O'zi og'riqlarni biladi-da, u ancha yildan buyon shu kasallikni olib yurgan. O'sha savollar bilan kelyapti. Bular o'zlari tomonidan hali tekshiruv bo'lmagan, bu aytganingizdek yaxshi diagnostika bo'lmagan, prosta tashxisni qo'yib tashlaydilar. Ikkitasi birga bo'lmagani uchun bu davolanmaydi, buni davolay olmaydi. Ya'ni bu keyinchalik yomon kasal bo'lib ketadi. Chunki bu noto'g'ri konsultatsiya oldi va doktor haqida noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qoladi. Shunaqa. Sizga yana bitta savol. O'zbekistonda kelasi 5 yilda tibbiyotda qanaqa ko'ryapsiz? Xususiy sektor, davlat sektori farqi yo'q. O'zbekistonda tibbiyot sohasi jadal rivojlanyapti. Hozir aytib o'tganimizdek, imkoniyatlar yaxshilashyapti. Klinikalardagi chet el tajribalarini qo'llash kuchayyapti. Hozir mana 5 yil oldin chet elga borib qilinadigan operatsiyalar o'zimizda qilyapti. Bu juda ham quvontiradi odamni. To'patto'g'ri. 5 yildan keyin Alloh nasib qilsa chet elga chiqib operatsiya qilish hojati yo'q. O'zimizdagi hamma tizim mukammal, vrachlarimiz mukammal ishlaydigan darajaga inshaalloh chiqamiz. Sababi mana hozir ham bizda vrachlarimiz malakasi, vrachlarimiz qobiliyati juda ham yuqori darajada. Juda yuqori malakali shifokorlarimiz bor. Har bir sohada, tibbiyot har bir sohasida chet elda ishlayotgan vrachlarimiz juda ko'p. Hozir savollarimiz ketma-ketligida bu bor. Nimaga chet elga ketishyapti? Nimaga o'zbek shifokorlari chet elga borib malaka oshirib o'sha joyda qolishyapti, O'zbekistonga qaytishmayapti? Meni fikrim, O'zbekistonda tibbiyot sohasida o'sha tizim hali mukammal darajaga chiqmadi. Ya'ni bemor klinikaga kelib mukammal tibbiy xizmat olib ketgungacha bo'lgan jarayondagi ketma-ketliklar, birmuncha kamchiliklar bor hali. Endi hamma klinikada demayman, lekin ko'p asosiy klinikalar, o'zimizda ham bu muammo haligacha qiynaydi. O'zimiz ham shuni ustida ishlayapmiz, shu kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilyapmiz. Mana shu kamchiliklar tufayli ko'p muammolar kelib chiqadi deb o'ylayman. Nimaga bo'lmasam siz ketmadingiz chet elga? O'zbekistonni kim rivojlantiradi? Ularga ham men ko'p qiynalaman. Janubiy Koreyada ham ko'rganman. Yaxshi stomatologlarni ko'rganman. Nimaga O'zbekistonda ishlamaysiz desam, endi kimdir hozir siz aytgan narsani tizimni ayblaydi, yana kimdir daromad tomonlama deydi. Lekin o'ylayman, meni fikrim, qaysi sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar, ayniqsa tibbiyotda o'zingizni ishingizni ustasi bo'lsangiz, mohir bo'lsangiz, pul topishda ham muammo bo'lmaydi. Siz aytgandek tizimni ham o'zi tuzatsa bo'ladi. Mana siz ketmadingiz, o'zingiz tuzatyapsiz shu tizimni. Shu tizimda kamchiliklar bor, lekin uni biz tuzatishga harakat qilmasdik, tayyor chet eldagi tizimda ishlaymiz deb ketsak, bu menimcha endi men u doktorlarga nisbatan aytmoqchi emasman. Men o'zimdan kelib chiqib aytyapman. Bu irodamizni pastligidan, sabrsizligimizdan, tez natija xohlaganimizdan deb o'ylayman. Bu narsani ertaga farzandlarimizni sog'lig'i, zurriyotlarimizni sog'lig'i bevosita bu
vatanimizdagi tibbiyot tizimini mukammal ishlashiga bog'liq. Yana bitta savol. Nimaga biz tez natija xohlaydigan bo'lib qoldik O'zbekistonda? Tez mashina olishi, tez uylar qurishi, tez mutaxassis bo'lib, tez mashhur bo'lib ketishi, tez bemorlarimiz ko'payishi nimaga xohlab qoldi? Bu nafaqat bu tibbiyot sohasida endi hozir Hamma. hamma o'z xalqimiz ko'p moddiyatga berilish deymizmi, moddiyatga qiziqish deymizmi, avj olgan sababi ijtimoiy tarmoqlar bitta sabablardan bittasi. Ikkinchi sabablardan bittasi ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlar sabrsiz bo'lib ketyapti. Har bir ideal holatlarni ko'rib, hammani hayotini ideal deb o'ylab, men ham ertaga shunaqa bo'lishim kerak, men ham shunaqa ideal bo'lishim kerak, Kutolmayman. kutolmayman degan sabrsizlik bor. Sabrsizlik shakllangan. Yoshlarda bu juda ko'p Ommalashyapti. ommalashyapti. Bu narsa ertaga nima deydi? Millatni rivojlanishiga to'siq bo'ladigan narsalardan bittasi. Tez natijani xohlashimizga bitta instrument bor, yomon instrument. Hamma ishlatyapti lekin. Hozir mana shu videoni ham, o'sha yerda ko'rishyapti. Instagram. Ijtimoiy tarmoq. Instagram. Instagramda man chiqib, o'zimda ham bo'lgan bu narsa. Shunga uzr so'ramoqchiman. Yaqinda o'zingizdan xabaringiz bor, yomon ko'nglim og'rib qoldi. 4 ta yaxshi mutaxassislarni chaqirdik, ularga bozor tahlilini berdik, bozorni tahlil qilishdi, lekin sayoz qilishgan narsalari bilan amaldagi narsalar to'g'ri kelmadi. Va jarayonda o'zimiz xafa bo'lib, o'zimiz jarayonni qo'lga olishimizga to'g'ri keldi. Nima sabab bo'ldi desangiz, o'sha mutaxassis maqsadini so'rasam, men deydi ertaga mashina olsam, men ertaga uy olsam deydi, men yaxshi mutaxassis bo'laman, ko'proq kursim odamlar oladi deydi. Men ham bu narsaga sababchiman-da. Qanaqadir ma'noda Toshkentga kelib 1 yil ishlaganimda, endi Alloh taolo shunaqa daromad bergan, mashina olganimda, endi xursand bo'lib ijtimoiy tarmoqqa qo'yganman. Bu yaxshi mutaxassisligi belgisini berib qo'yar ekan. Tushundingizmi? Ularda shunaqa tushuncha paydo bo'lgan. Hozir mashina olsam ham, uy olsam ham, nima olsam ham qo'ymayman. Yaxshi mutaxassislik belgisi bundan emas. Yaxshi mutaxassislik belgisi san qancha odamga yordam bera olyapsan o'zingni sohangda va qanchalik ular sandan keyin yaxshi bo'lib ketdi. San ertaga o'sha joyga unday yonidan o'tsang, mana shu yerda biz qilganmiz deya olishingda. Nechtadir joyga borib, tez pul to'plab turib bitta mashina olsang, mashinadan bir haftada ko'ngling qoladi. Shunaqa. Lekin natijadan umrbod maza qilasan. Faraz qiling, hozir YMU klinikasi tarmoqlarini, tizimlarini qursak, o'sha tizimda insonlar yursa, ishlasa, ertaga biza dunyodan o'tib ketsak ham mazayu o'sha tizim ishlayapti. Bu endi qadriyatlarga bevosita bog'liq narsa-da. Odamlar aytganingizdek moddiyatni ko'rib baho beradigan bo'lib qoldi. Insonni qobiliyati, insonni qanchalik jamiyatga manfaat berishi, bu narsalar ikkinchi darajali bo'lib qoldi. To'g'ri, moddiyat muhim. Inson rivojlanishi uchun, oilasini bekami ko'z bo'lishi uchun moddiyat muhim. Lekin insonni shaxsiy rivojlanishi, insonni ertaga o'zidan keyin nima qoldirishi, ertaga biz qilayotgan ishlar sadaqa joriya bo'lishi, bu narsalarni oliy maqsad sifatida qo'ymaslik bu ertaga bizani aytganimdek rivojlanishimizga juda katta ta'sir qiladigan narsalar. Qarang, hozir mana futbol bizda. Futbolga tushdik, o'yin bo'lyapti. Siz bilan men balga qarab turib o'ynasak, yutamizmi? Balga qarab o'ynasak yutamizmi? Yo'q, to'pga qarab o'ynasak yutamizmi? Albatta to'pga qarab. Men hayotda shunaqa deb bilaman, sohamni. Men daromadga qarab turib harakat qilsam, hech qachon yaxshi daromad topa olmayman. Men jarayonga qarab turib harakat qilsam, jarayondan qanchalik yaxshi qilsam, daromadim shuncha oshgan. Chunki men maqsad qo'yganman, moddiy maqsad haligi yangi sohaga kirganda oyiga 1 pachka topaman, 2 pachka topaman. Topa olmaganmiz. 1 yil harakat qildik, topa olmadik. 1 yildagi bildik, o'z ustimda ishlab turib, jarayonni yaxshilashga harakat qilamansak, endi Xudoga shukr, pachkalar bo'lmadi, muammo bo'lmadi. Va bizga u ham qiziq bo'lmasdan qoldi. Chunki sizga jarayon qiziq bo'lish boshlaydi, natija emas. Shunaqa. Savol: O'zbekistonda tibbiyot tizimi sizga berishsa, mana butun boshqa tizimni o'zgartirishga imkoniyatingiz bor. Ertadan boshlab birinchi bo'lib nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Tibbiyot tizimimizda tizimni o'zgartirish kerak bo'lgan birinchi bitta qiladigan ishingiz. Birinchi bo'libman. O'ylantiradigan savol.
tez tibbiy yordam tizimini o'zgartirgan bo'lardim birinchi bo'lib. Sababi haligacha tez tibbiy yordamda kamchiliklar bor deb o'ylayman. Vaqtiga Man yetib olmadi. baho berishga haqli emasman aslida, lekin o'zim shaxsiy fikrim. Shifokor tomon. Shifokor sifatida shaxsiy fikrim. Chunki tez tibbiy yordam solishtiramiz deb hali. Chet el tajribasini solishtiramiz. Odamlar qanaqa qiynalayotgani, odamlarning murojaati, odamlar bilan muloqotda ularni e'tirozlaridan kelib chiqib aytyapman o'zimizdagi tez tibbiy yordam xizmati tizimida muammolar bor. Birinchi bo'lib shunga ahamiyat bergan bo'lardim. Tushundim. Zo'r muammoni ko'tardingiz. Bir kun yo'ldamiz. Probkada turibmiz, orqadan tez tibbiy yordam mashinasi kelyapti. Lekin hech kim yo'l berishga harakat qilyapti, lekin bermayapti. Men Koreyada o'qiganman. Koreyada libo qonunni o'sha bu uchun berish mumkin. Ya'ni masalan, libo qoidani buzishingiz mumkin. Davlat bunga yo'l qo'yib bergan. Orqadan skori kelsa, chunki davlatda doim bitta narsa ta'kidlangan va tibbiy mashinaga ham shunaqa narsa yozilgan. Buni ichida sen bo'lishing mumkin. Mana shu tushuncha bilan katta bo'lgani uchun shunday o'sha ovoz eshitildi, orqadan shunday ko'rdingizmi, pramoy liboy qoidani bilishingiz mumkin. Xudoga shukr, O'zbekistonda ham sekin shakllanyapti, beryapmiz. Lekin mana shu narsani tibbiy yordam mashinasi uchun ham alohida yo'l qilib berishni men so'ragan bo'laman. Alohida yo'l masalasi qiyinroq-ku, reallikdan sal uzoqroq narsa, lekin aytganingizdek madaniyat sekin-sekin shakllanyapti. Bu yo'l berish ikkinchi masala. Umumiy o'zi tez tibbiy yordamni tashkillashtirish masalasida faqatgina tez tibbiy yordam mashinasini umumiy shifokorlarni yordam ko'rsatishi, tez tibbiy yordamga ajratilayotgan, misol uchun tibbiyot mutaxassislari malakasini oshirish, umuman ko'p narsalarga bog'liq. Tizimdagi har bitta bo'g'inda muammolarni hal qilish uchun e'tibor qaratgan bo'lardim birinchi navbatda. Hayotingizda hech kim bilmaydigan, lekin sizni shakllantirgan bironta voqea bormi? Bitta voqea. Ko'pchilik bilmaydi, lekin sizni shakllantirgan. Shakllantirgan qaysi ma'noda shakllantirgan? Rivojlantirgan. Mana shu joyingizga kelishingizga bitta voqea sababchi bo'lib qolgan. Endi voqea demayman-ku, insonlar haqida gapirishim mumkin. Shu boyga aytganim, ustozim, akam, Elbek akamni aytgan bo'lardim. Ulardagi shijoat, ulardagi ko'pchilik ko'rmagan, ko'pchilik qilinish mumkin, qilib bo'lmaydi degan narsani qilib bo'ladi degan ambitsiyalari menga o'sha boya aytdim-ku, qiyin vaziyatlarim bo'lgan. O'sha qiyin vaziyatlarda mani oldinga yurishga sababchi bo'lgan holatlardan bittasi. Filiallar ochish masalasi. Yemo klinikasi tarmog'ini hozir mana 2 ta filiali bor, 3-chisiga harakat bo'lyapti. Nima sizni ko'proq qiynayapti filial ochayotganda? Filial ochayotganda birinchi navbatda filial ochish mumkin, joy tashkillashtirish mumkin, Remontlar qilish mumkin. Tibbiy jihozlar bilan jihozlash mumkin. Qiynayotgan narsalardan bittasi albatta yaxshi kadrlarni topish muammolardan bittasi. Kadrlar yetarli, lekin ularni o'z o'rniga qo'yish muammoli holat. Undan tashqari tizim. Xodimlarni to'g'ri ishlash tartibini qo'yib berish. Ya'ni ularni yo'riqnoma asosida ishlashi, har bitta xodim yo'riqnomaga amal qilishi. O'zbekchilikda boshqaruv oldindan endi tizim shakllanib kelgan, faqatgina qamchi bilan boshqarilganda, qo'pol qilib aytgan. O'sha narsani o'zgartirishda, o'sha narsani tartibli, o'sha narsani tizimli olib borishda muammolar ko'p. O'zingizni qiynaydigan muammolar. Men sizni yoningizga kelgan paytimda sizda bitta og'riq bor edi. Ko'p
Endi man hech kimni yomonlashga xohlamayman. Man ayniqsa o'zimning sohamdagi man chunki raqobatga ochiqman. Klinika sohasiga deyman, kirsanglar bozor shakllanadi, odamlarda tushuncha bo'ladi deyman, lekin bu yerda xato ham bor ekan. Yangi mutaxassisga kirib turib bozorni buzib tashlashyapti. Man kelganimda nima dedingiz? Doniyorbek, man ko'p SMM mutaxassislar bilan ishladim. Siz ham shulardan bittasi emasmisiz degan. Menda baribir gumon bor dedingiz. Men bu narsani to'g'ri qabul qilaman. Nimaga bunaqa dedingiz? Mana marketing sohasi, klinikada marketingni rivojlantirishda nimalar sizni qiynadi? Marketingda avvalambor aytganim boshqaruv. Marketing komandani boshqaradigan mutaxassis tibbiyotni tushunmasa, klinikani tushunmasa, klinikani hayotini tushunmasa, unga qolgan bizneslarda, qolgan sohalarda qaraydi va bu katta kamchiliklarga, katta xatolarga olib keladi. Faqatgina marketingda sotish to'g'ri vazifa, lekin xalqqa foydali, xalqqa tibbiy ongini rivojlantiradigan kontentlar qilish borasida kamchilik juda ko'p. Marketingga sarflanayotgan pulni endi biznes sifatida qarasak, sarflanayotgan pul o'zini oqlamaydi, sababi ularni har bitta kelayotgan lead to'g'ri tarzda, tartibli tarzda saralanmaydi. O'rganib chiqilmaydi. Juda katta kamchiliklarga, juda ko'p yo'qotishlarga 5 yil davomida hozir sanog'ini ham bilmayman. 10tadan ko'p jamoa ishlagan. Men hozir shunaqa tushunchaga kelyapman. Klinika sohasida ishlab, klinikani o'zini komandasi bo'lgani yaxshi ekan. Biz ham shu xulosaga kelganmiz. Bu sal qimmatroq jarayon. Lekin baribir o'zingiz parvarish qilib, o'stirib, o'zingizning maqsadlaringizni, missiyalaringizni klinikani muhitida, klinikani jamoasida ishlab turib, klinikani ichki muhitini ko'rsatib berish osonroq. Tashqaridan kelib, haftada bir marta kelib, izni olib ketgandan ko'ra, shifokorlar bilan bevosita muloqotda bo'lib, o'sha komandani a'zosi sifatida ishlashi bu yaxshiroq natijalar olib keladi. Nimaga shu marketing sohasida o'zim yaxshi kadr demayman, lekin nimaga yaxshi kadrlar kam? Nima deb o'ylaysiz? Mana shuncha yildan beri. Birinchi navbatda tibbiyotga ixtisoslashgan, imенно marketingni o'qitadigan tizim yo'q. O'qitishda ta'limda katta muammo bor. Marketingda kuchli mutaxassislar bor o'qitadigan, lekin faqat tibbiyot sohasida marketingni yoki menejmentni o'rgatadigan ta'lim muassasasi yoki ta'lim tizimi yo'q. O'zbekistonda yo'q. Bu og'riqli nuqtamiz. Universitetda hozir adashmasam, YMO universitetida shu narsani tashkil qilasizlar. Bu narsa fakultet sifatida bor. Marketing, menejment yo'nalishlari bor. Bularni bizga harakat qilinyapti universitet jamoasi tomonidan ularni tibbiyotga yo'naltirish. Sababi asosiy bizani yo'nalishimiz bu tibbiyot sohasi. Birinchi ochilganda tibbiyot sohasida ochilgan, keyin qo'shimcha tarzda yana biznes yo'nalishlari qo'shilgan. Bular ham bitta kampusda o'qishadi, bitta muhitda o'qishadi, doktorlar orasida yurishadi. Bularning soni birmuncha kam, lekin o'sha muhitda yurgandan keyin qiziqadi. Birinchidan, bu bozor hali juda ham katta imkoniyatga egaligini ham universitet tomonidan, ham talabalarning o'z ichki muhiti dunyoqarashini shakllantiryapti. O'shaning uchun haqiqatda O'zbekistonda bu imенно tibbiyot, menejment, marketing sohalarida qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Birinchi navbatda kadr masalasi. Kadr tayyorlash katta muammo. Mana hozir biz ham shu o'zimizning klinikamizga mutaxassis qidiryapmiz. SMM mutaxassisi boshqa joydan keladi. Trend videolar, boshqa videolar. Yo'q, baraka topkir, mayli omadingizni bersin. Lekin bu klinika qanaqa ko'rsatsak bo'ladi desiz, jim turasiz. Menga deydi darsda boshqacha o'rgatishgan. Yo'q, zo'r, darsingizga gap yo'q. Beton zo'r quyilgan. Tepasini qurishda sal bizada proyekt boshqacharoq. Keling, boshqacharoq qilamiz. Sal uzoqroq vaqt ishlasangiz, zo'r mutaxassis bo'lasiz. Men 3 oyda 4 ta loyiha olishim kerak. $1000 dan hisoblasangiz $4000 bo'ladi deydi. Lekin biz unaqa shakllanmaganmiz. Biz birinchi klinikada tug'ilganmiz. Kak o'sha mutaxassislik boshlanib 1 yil yurganmiz.
Har xil soha, har xil vakilda, har xil doktorda eng qiyin sohada bu. Qiyin degani qochib ketadigan emas, haligi bosim zo'r. Buta zo'r o'sasiz degani. Kasalni tushunasiz, doktorni tushunasiz, uni ikkovini tushunib olib chiqishingiz kerak. Kimgadir yoqmaydi, uni to'g'irlaysiz, to'g'irlash jarayonida o'sasiz. Men shunaqa deb bilaman. Oson soha bo'ldimi, oson yo'nalish bo'ldimi, biling o'sha yo'nalishdan qo'rqing. Sizni shakllantirmaydi. Komandamizga xodimlar keladi, resepshinga, hostess bo'lib ko'radi, kassir bo'lib ko'radi, resepshin bo'lib ko'radi. Yo'q, men bu narsani qilmayman dedi. Qilmasangiz ketavering deyman. Nimaga ketkizib yubordingiz deb savol berishadi. Baraka topgur, qara, inson faktori. Ertaga kassirimiz kasal bo'lib qolsa o'tirmaydi. Yo'q, o'zini shakllantirsin. Biz atalab qo'shimcha vazifalar tashab qo'yamiz. Hammasini erinmasdan xuddi o'zimni oilamga qilyapman degandek qilsa, biz o'stiramiz uni. Keyingi filialda uni bosh menejer qilamiz, sekin-sekin o'stirib boramiz. Lekin men qilmayman desa, bo'ldi, o'sha ishini qilaversin deyman. Keyin hozir komandamizdagi insonlar shuni bilib, hozir qarasam, podkastga kelayotgandim. 6:30, 6:40. Shuni qarasam, boyagi resepshin xodimlar hali ishlab yuribdi. Nima ketmaydi desam, yo'q, kak o'zini uyida o'sha qabul qilgan. Suvni almashtiryapti, kassani topshiryapti, bugun shanba. Malades dedim. Bunaqa qarash bo'lsa, xudo xolasa o'sish tez bo'ladi. Ishiga fidoyilik bo'lsa, albatta, o'zidan. Endi brend. O'zi brend deganda nimani tushunasiz? Keyin xudo xolasa Yemo klinikasini brendiga to'xtalib o'tamiz. Brend deganda nimani tushunasiz? Brend deganda qiymat. Avvalambor, har bir sohani beradigan qiymatimiz va odamlarga tanilganlik darajasi. Brend bilaman. Ya'ni brend shakllanishi avvalambor uzoq vaqt talab qiladigan jarayon va marketing jihatdan katta mablag' talab qiladigan jarayon. Ko'pchilik klinika rahbarlari bilan gaplashganimizda shunaqa deyishadi. Bu gapingiz to'g'ri. Yana men qo'shimcha qilmoqchiman. Brend bu ishonch. Sizda o'sha brend bor. Yemo klinikasida biz birinchi kelib o'tirib, shu narsani tahlil qilib, telefon qilib so'raganimiz brend bor. Odamlar ishonishadi. Prosta ko'proq odamga tarqatish kerak. Bu taniqlilik deyishadi. Brend bilan buni orasida. Masalan, bizning brendimiz, ya'ni Yemo klinikasining brendi, Oqtepa filialimiz, Rakat filialimiz, yaqinda xudo xolasa ochiladigan Chilonzordagi gospitalimiz hammasi bitta missiyada, shu brend ostida. Biza insonlarning ishonchini oqlaymiz. Zo'r doktor topamiz, zo'r hamshira topamiz, zo'r resepshin xodimlarini topamiz, zo'r xizmat ko'rsatamiz. Zo'ri ham hammaning nazdida har xil zo'r. Siz kelsangiz chiroyli kutib olamiz. Sizni tezda ro'yxatga olamiz. Doktor yonigacha o'zimiz kuzatamiz. Ichishingizdan, nimadir yeyishingizdan o'zimiz xabar olamiz. Doktorimiz sizni ko'radilar. Aniq tashxisni qo'yadi. Bu jarayonda hamma narsani tashkil qilamiz. Qilganlaridan keyin, tashxis qo'yganlaridan keyin o'sha tashxisni amalga oshirishingizgacha siz bilan birga bo'lamiz. Ya'ni tuzalib oling. Iloyim kasal bo'lmay, kelajakda kasal bo'lsangiz ham bizga telefon qiling, biz yana xabar olamiz. Yoki o'zimiz bir haftadan keyin, bir oydan keyin xabar olamiz. Mana shu sizning ishonchingizni oqlashimiz. Agar bizni lechkanamiz asosida davolanmasangiz, mayli, kelajakda xudo xohlasa pulingizni ham qaytarib beramiz. Lekin agar biz aytganimizni qilsangiz davolanasiz. Lekin o'sha iltimosimiz bizni boshqalarga ham tavsiya qiling. Mana shu narsani xudo xohlasa kirgizmoqchi. Qo'shimcha qilmoqchi edim. Bu narsa chet elda davolanib kelgan bemorlar bilan muloqotda analizda bitta narsa tushib kelganman. Xuddi o'sha narsani bizning shifokorlar ham qila oladi. Xuddi o'sha muolajani biznikilar ham qila oladi. Bizdagi shifokorga ishonmasdan o'tib borishning sababi brend. Ya'ni aytganingizdek ishonch, taniqlilik. U narsaga sabab bo'ladigan narsalar, hozirgi aytayotgan narsalaringiz arzimagan kichik elementlar bo'lib tuyulishi mumkin, lekin bu ertaga o'sha brend shakllanishiga katta ta'sir qiladigan elementlar. Mana masalan, ko'p klinikalarda ishlaganimizda zo'r deya reklamalar. Reklamalar zo'r, odamlar kelsa, men eshitaman-u, reklamani biz qilamiz. Eshitaman, norozi. Nimadan norozisiz desam, nimaga navbatingiz tartibsiz deydi. Vaqtim yo'q meni deydi. Palon vaqtga chaqiring, men o'sha kelsa, men tekshirib qo'ying, ketaman. Ha, deyman. Ammo hamshiringizni muomalasi yo'q deyman. U baraka topkurga muomala qilishni o'rgatmagan hech kim. Hozir kelsa, men bu klinikaga borsam, nima vazifangiz desam, men shu bosh hamshiraman deydi. Bo'ldi, bosh hamshira nima qilish kerak desam, bilmayman. Hozir mana ko'ryapsiz, klinikada etap bo'linchi resepshindan boshladik, endi call centerga ularni ishlatyapmiz, orada olib tashlayapmiz, qo'shyapmiz. Nima ish qilishini o'zining doirasini bilish kerak. Doirangdan tashqarida mana shu vazifalarni qilib ber. Oilang uchun, bu seni oilang emu, lekin mana shu vazifani zo'r qilgan. Bosh hamshiraga ham chiqib, siz vazifangiz shu. Mana shu vazifani zo'r qiling. Qo'shimcha bo'lib qolsa, bo'sh bo'lib qolsangiz, buni ham qilib bering oilangiz uchun. Mana shunaqa narsa yozmasak, klinika sohasida
rivojlanmaydi degan xulosaga kelamiz. Savol. O'zbekistonda mana o'zingizni shogirdlaringiz bor, jamoangiz bor. Kam uxlash, men ko'p kuzataman, kam uxlash, stress, mana shular O'zbekistonda oxirgi paytda juda rivojlandi. Nimadan deb o'ylaysiz? Kam uxlash nimaga olib keladi o'zi? Nimaga olib keladi? Kam uxlash avvalambor salomatligimizga katta ta'sir qiladi. Uyqu agar normada bo'lmasa, 7 soat, minimum 7 soat, 8 soat organizm o'zini yo'qotilgan energiyasini tiklamasa, ertaga yana kam energiya bilan nafaqat ish qobiliyati, balki organizmdagi barcha organlar faoliyati buziladi. Bu bir kunda, 2 kunda bilinmasligi mumkin. 5 yil, 10 yilda u katta asoratlarga olib keladi, katta kasalliklarga olib keladi. Buni asosiy sababi endi yana o'sha taqalonimiz telefon, ijtimoiy tarmoqlar, kechqurun yoshlar ayniqsa juda ham mukkasidan ketgan. Vaqt o'tganini bilmay qoladi. Men ko'rganman. Vaqt o'tganini bilmay qoladi. Baribir biz patsientlar bilan muloqotda o'zimizni hatto jiyanlarimiz tanbeh berasiz, boshqa qilasiz. Katta muammo. Bu menimcha butun dunyoni qiynayotgan muammo. To'g'ri. Uyqusizlik, vaqtida uxlamaslik, uyqusizlikdan tashqari bu kech turishga sabab bo'ladi. Qorong'ida uxlamasdan yorug'ida uxlashga sabab bo'ladi. Bu o'z navbatida gormonal o'zgarishga sabab bo'ladi. Ertaga avvalambor ota-bobolarimiz nima qilishgan? Saharda turib ish boshlashgan. Baraka bo'lgan. Hozir hamma ishlaydi, ko'p mehnat qiladi, lekin baraka yo'q deydi. Bunga yetkiza olmayman, bunga yetkiza olmayman deydi. Menimcha katta sabablardan bittasi shu. Hozir savol bermoqchiman. Endi bu meni ko'rganda xafa bo'lishmasin. Toshkentda pul ko'p-da, ko'p aylanadi, lekin baraka yo'qmi deyman, nima deysiz? Qaysi ma'noda? Men 9 da bironta tashkilotga borsam, men xususiy joylarga, bir xil joylarga borsam ochilmagan buni. Hayron qolaman. Bu barakaga qolishiga sabab bo'ladimi? Sizning fikringiz? Bo'ladi. Erta turganda baraka bor. Bir kun oshga bordim, ertalab sahar Toshkentda oshga bordik. Oshdan keyin chiqib, o'zimning ishlarim bilan, shu aqliy mehnat bilan shug'ullandim. Bir rosa ko'p ishlarimni qilardim-da, nazarimda. Bir 3 kunlik ishimni qilardim. Qarasam endi 8 bo'libsa. Hali hech kim turmagan, hech kim menga telefon qilmayapti, bezovta ham bo'lmayapman. Chunki hamma uxlayapti-yu, ishimni bitirib oldim. Keyin haligi ichkilardagi jarayondagi ishga kirishib ketdim. Shundan keyin aytdim, ertalabda hamma aqliy mehnatlarni qilish kerak. Ustingizda ishlab oling, kitob o'qib oling, yangi soha o'rganib oling, hech kim xalaqit bermaydi. Shunday hayot boshlangandan keyin promoy Telegramga kirsangiz 30 ta odam yozgan bo'ladi ishdan yoki hayotdan, boshqadan va yana bitta narsa bor ekan. Endi shaxsiy rivojlanishdan savol. Hamma ishni o'zingiz qilishingiz kerakmi? Tadbirkor sifatida yo'q. Tadbirkor ishlarni birovlarning qo'llari bilan yaxshi bajarilgan tadbirkor menimcha yaxshi tadbirkor bo'ladi. Sababi jamoa shakllantirish bu tadbirkorning eng katta menimcha qobiliyatlaridan bittasi. Jamoa bo'lmasa, tadbirkor rivojlana olmaydi, biznes o'smaydi. Jamoa to'g'ri shakllanmasa, ertaga qo'yilgan maqsadlar erishilmaydi. O'sha maqsadga erishish yo'lidagi jarayonlar ham to'g'ri ketmaydi. Men nimaga bu savolni berdim? Bir kunda 10 tacha vazifam bor-da. Yaxshilab o'ylab qarasam, 3 tasi zo'r rezultat beradi. Bizga, klinikamizga, o'zimizga zo'r rezultat. Qolgan 7 tasini men qilishim kerak emas. Lekin zo'r qiladigan insonni topishim kerak. Ya'ni komandada shunaqa odamlarga topshirishim kerak va yana bitta narsa bor ekan. Nazorat. Nazorat qilmasangiz, eng 40 yillik kadringizdan yaxshi ishlay olmaysiz. Men shu narsani bildim. Ertalab berdingizmi, kechqurun so'rab olish. Har kuni ertalab shunaqa qilaman. Mana bugun vazifalaring shu, kechqurun kelaman, nima qilding? Nimaga qilmading? Tajribam nimaga so'ramading? So'rashdan qo'rqdingmi desam, bu narsa bir tomondan ularga bosimga o'xshab ko'rinadi, ikkinchi tomondan unga mas'uliyat uyg'otadi. Kechqurun men Doniyor akaga hisobot berishim kerak degan narsa. U bemori oldidagi, klinikaning oldidagi emas, avvaliga rahbarimning oldidagi.
Tushunyapsizmi? Menga bugun mana shu ishni qilishi. Mani niyatim bu ish qilinsa bizga yaxshi bo'ladi. Bemorlarimizga yaxshi bo'ladi. Men uni o'ylashni xohlayman. Shu narsani so'raman. Mendan qo'rqmalaring, birovi haqidan qo'rqlaring, shu bemori haqidan qo'rqlaring. Shu narsani vaqtida qilib qo'ysang, ularga yengillik bo'ladi deyman. Endi malakali kadrlarni xo'p topdik, jalb qildik. Ularni ushlab turishchi. Ularni ushlab turish ham bevosita aytganimizdek jamoani to'g'ri shakllantirish, maqsadni to'g'ri qo'yish, o'sha maqsad yo'lida birga harakatlanishga ko'zi yetgan kadrlarni olish. U ming tajribali bo'lsin, lekin maqsad farq qilsa, u komandada ushlab qolish imkoni juda ham kam. Hozirgi komanda yaqinda bilsangiz komanda yig'dik-ku, reseptionga qo'tin. Sizga yoqdimi? Qanaqa ketma-ketlikda yig'dik? Bu ketma-ketlik haqiqatda qilinishi kerak bo'lgan narsa, lekin e'tibor berilmagan narsa. Haqiqatda Oddiy narsa. Oddiy narsa aslida, lekin menimcha deyarli ko'p klinikalarda bu e'tiborga olinmaydi. Sababi o'zi kadr yetishmovchiligi bor. Kelgan odam olish. Kelgan odamni olishda emas. O'zi umuman kadr topish qiyin. Kadr topgandan keyin majburan olish holatlari juda ko'p bo'ladi-da. U kichik tibbiyot xodimidan tortib, administratorgacha. Uni saralashga juda ham ko'p vaqt ketadi. Lekin bizani kesimizda nafaqat uni IQsi, EQsi tekshirib olindi. Undan tashqari, undan saralangandan keyin bir hafta mobaynida o'qitildi. Haqiqatda biz kelishi bilan ming saralab olganimiz bilan uni birinchi kundan frontga chiqarib yuborsak, ertaga o'ta katta muammo bo'ladi. Uni ham o'zini motivatsiyasi tushib ketadi, o'ziga ishonchi kamayib ketadi. Aytganingiz nima qilishni bilmaydi, o'zini vazifasini bilmaydi. Natijada boyagi muammolar yana tizimli ravishda davom etadi. Lekin oddiy narsa, oddiy elementlarni bir hafta davomida o'tkazib, tushuntirib, o'rgatib, misollarni keltirib, o'ziga berib, amaliyot qildirib, keyin amaliyotga chiqarsak, kamroq bo'lyapti. Shunaqa. Bu ketma-ketlik o'zim og'rig'imda, misol 15 ga yaqin klinikada ishlagan bo'lsak, xodim keladi olamizda, bir hafta ishlaydi, ishlamaymiz. Xodim keladi olamiz, zo'r, bir martada odam o'zini zo'r sotib yuboradi. Ishonib olganmiz, ertasiga yo'q, o'g'rilik bo'lgan, rosa ko'p holatlar bo'lgan. Keyin tekshirganmizda, zo'rlarni olamiz, qadriyati juda zo'r. Xudoga shukr, namozi, ibodat, hammasi rostgo'y zo'ri, o'rgana olmaydi. O'rgatsak o'rgana olmaydi. Endi o'zi rost gapirishimiz, boshqamiz bu qonimizda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bu erishiladigan yutuq emas. Iloyim o'zi bo'lsin, erishdim deb bunga maqtanib bo'lmaydi. O'zi shunaqa bo'lishimiz kerak. Bu yog'ini qilishimiz kerak. Shuning uchun biz IQsini tekshirayotganda biz ertaga narsa o'rgatsak qanaqa qabul qiladi? Misol, o'zi alida bor, mezonda bor, 90 bo'lsa, bunaqa joyga qo'ygin, 100 bo'lsa bu yerga qo'ygin, 110 bo'lsa bu yoqqa qo'ygin, yaxshi qiladi degan bor. Bu tadqiqotda buni rad etib bo'lmaydi. Unisini tekshiramiz. EQsi qanchalik emotsional o'zini boshqaradi, stress bo'lsa nima qiladi, ertaga ketib qolmaydimi degan narsada uni o'lchaganimizdan keyin endi unga ishini ketma-ketligini beramiz. Sani IQ bilan IQ zo'r, lekin mana shu ishlarni san qila olasan deb o'qib, bir-ikki marta ta'kidlaymiz. Hammasi qilinishi kerak bo'lgan ishda, tashlab ketmasligi kerak, xato bo'lmasligi kerak, biz senga o'rgatamiz. Uni ko'rgandan keyin o'qitishni boshlasak, o'qiydi, oxirigacha boradi. 15 ta odam oldik, ko'rgan bo'lsak, 15 ta odam keldi, 4 tasi qoldi. Shunaqa. Chunki 11 tani sabr yetmaydi hozirgi paytda. Shu Xudoga shukr, hozir men o'ylayman, endi hali ko'p bo'lmadi. Ko'ramiz jarayonni inshaalloh, yana ham yaxshi bo'lar balki. Endi birin to'g'risida gaplashdik. Ko'p tarmoqli mana klinikalaringiz bor. Hammasi ko'p tarmoqli boshqarishda. O'zingizning yo'nalishingiz-ku, mayli boshqa yo'nalishlarda boshqarishda, kadr topishda yoki ular bilan gaplashishda qanaqa muammolar? Kadrlarni topishda ko'p kadrlar o'ziga ishonadi. Lekin muqim joyda o'tirmaydi. Juda ko'p klinika almashtiradi. Sababini so'rasangiz, o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablarni aytadi, lekin klinika tomonidan o'ziga nisbatan bo'ladigan fikrlarni, o'ziga nisbatan bo'lgan e'tirozlarni hech kim tan olmaydi. Yetmaydi ham, tan olmaydi ham. Bu katta muammo, sababi faqatgina shifokorga bog'liq emas-da. Shifokor bilan klinika
o'zaro bitta jamoa shifokor haqida klinika qayg'urishi, shifokor klinika shifokor haqida qayg'urishi og'riqli muammo. Shifokorlar o'zini o'ylaydi, o'zim patsient bazaga yig'sam yaxshi bo'lib ketaman, ertaga patsientimni olib ketaman degan niyat bilan ishlaydi. Endi ko'p kuzatganlarim asosida gapiryapman, hamma unaqa demoqchi emasman. Lekin shunaqa holatlar kuzatilgan paytda ertaga patsient bazasi yig'ildi, ertaga yaxshi kadr bo'ldi, lekin yaxshi jamoada ishlamasa, yaxshi klinikada ishlamasa, ertaga shu yig'ilgan patsient bazasi klinikadagi kamchiliklar tufayli shifokor obro'siga putur yetkazishga sabab bo'ladi-da. To'g'rimi? Bevosita bog'liq chambarchas jarayonda. Ikkinchi savolim kelib qoldi. O'zi ko'p doktorlar niyati o'zini klinikasini ochishda, mana bilasiz, atrofimizda ham shunaqa insonlar bor, bizani chaqirib ko'p gapirishadi. Lekin men ularga savol beraman. Men o'zingizni klinikangizni ochaman deyapsiz, maza qilib ishlayapsiz, men ishlamaysizmi desam, yo'q, o'zimniki bo'lishi kerak. O'zingizniki bo'lgandan keyin buxgalteriya keladi, finansiz keladi, soliq keladi, moliya keladi, litsenziya keladi desam, meni qo'rqitmang deydi. Qo'rqmayman, real bo'layotgan narsa. Bu baraka topkor, tadbirkor, shuni zimmasiga olgani uchun tadbirkor, shunaqa mas'uliyatlari bor desam, buni hisobga olishmaydi. Doktor o'zini klinikasini ochganda nima qobiliyatlarga ega bo'lishi kerak o'zi? Mana bilasizku, mana faqat patsient o'zi yetarli emas. O'ta servisda bor. Nima qobiliyatlarga ega bo'lishi kerak? Shifokor avvalambor agar o'zini ishini ustasi bo'lsa, endi bu raqobatchini ko'paytirishiga qarshilik emas, maslahat sifatida o'zim kuzatganlarim natijasida tajribamdan kelib chiqayapman. O'zini mukammal ishini qilsa, klinika ochgandan ko'ra ko'p daromad qiladi. Menda ham shunaqa deyman. Shu daromad ko'p kuzatganman. O'zim hatto ikkita shogirdlarim bo'lgan. Chiqib ketsam zo'r bo'laman. Zo'r natijalarga erishaman. Hamma patsient meniki. Men uchun kelyapti, lekin klinikaga shuncha daromadim kamayyapti deb o'zini ko'zi bilan qaraganda. Lekin tashqaridan klinika ko'zi bilan yoki tadbirkor ko'zi bilan qarashi yo'q. Как будто klinika uni haqqini yeb qo'yayotgandek. O'shaning uchun maslahatim, o'zingiz ustamisiz, shifokor sifatida. Shuni rivojlantirsangiz, ko'proq daromad qilasiz, ko'proq xalqqa manfaat berasiz, ko'proq foydasi tegadi. Klinika ochgandan keyin fokus buziladi. Uyqu buziladi. Stress bo'ladi. Oila buziladi. O'sha rivojlanayotgan sohasi ham orqaga ketadi. Shunaqa mana. Endi shuni aytmoqchi. Shunaqa. 5 ta klinikasi bor insonlar taniyman-da, O'zbekistonda yaxshi klinikalar. Nomi juda ulug'da, ichkariga kirsiz tizimda haligi anjonchasiga ketishyapti. Tizim yo'q, pala-parcha ishlashyapti. Nimaga shu paytgacha tizim qilmagansiz desam, yo'q, men o'zimning klinikam bo'lishi kerak, ko'p tarmoqli bo'lishi kerak, men yana 5-6 ta klinika sotib olmoqchiman demoqchilar-da ular. Kreditlari bor, o'zlariga yarasha, yana boshqa narsalari bor. Lekin baraka topkor bu yoqcha klinik o'zi mana shu narsa-da. O'zingni sohangni ustasi bo'lsang, senga sharoit qilib berishyapti. Hamma instrumentingni olib berishyapti, bemor olib kelib berishyapti. Qil ishingni, nima qilasan? Uyga borib maza qilib xotirjam qilib, hech kim nalogidan, svetdan telefon qilib. Bu 20 yil oldin ishlagan instrumentda. 20 yil oldin bunaqa ijtimoiy tarmoq bo'lmagan, reklama, marketing bunaqa darajada bo'lmagan. Hamma faqat sarafani radiosi evaziga ishlagan vrachlarimiz. Vrachlarimiz sarafani radio evaziga ishlagani uchun klinika ochsa, bu klinika marketingga hojat bo'lmagan. O'zini kasalini ham ko'rib yurgan, klinika shu tarzda rivojlangan. Lekin hozirgi kunda u instrument ishlamaydi, ertaga teskarisi bo'lishiga olib keladi. Ko'p klinikalar ham yopilib ketayotgan sababi shu deb o'ylayman. Ko'p klinikalar ochib yopilib yotgan sababi katta sabablardan bittasi shu. Kecha bitta bemoriz keldi. Kak og'izlariga adashmasam implant qo'yganda, yana bilmadim, lekin og'izlari hidlanmayapti. Nimadan bo'lgan? Mana o'zingiz kecha tashxis qo'ydingiz, dushanba kunga adashmasam davolaysiz. Nima bo'lgan? Siz aytdingizki, noto'g'ri diagnostika qo'yilgan dedingiz. Endi diagnostika noto'g'ri bo'lsa,
oldin bemor shikoyati o'zi aslida aytganingizdek noxush hidga shikoyat qilib kelgan. Sababi eski koronkalar. Eski koronkalar vaqt o'tgandan keyin germetizm buzilgandan keyin tishni qoplab turgan koronkani bilan tish orasida shel paydo bo'ladi, ya'ni tirqish paydo bo'ladi. O'sha tirqishda mikroorganizm rivojlanishiga sharoit bo'ladi. Natijada tish to'qimasini, qattiq to'qimasini chirishiga olib keladi. Bular hidlanishga, ovqat yig'ilishiga va gigiyena to'liq bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun koronka qo'ydi, bo'ldi, umr oxirigacha o'sha koronka bilan yuraman degan tasavvur bo'lishi kerak emas. Koronkalarni ham vaqti-vaqtida koronka qo'ydirgandan keyin ham ko'rikka borish kerak. Vrach aytgan. To'g'ri. Implant qo'ygan yaxshimi yoki nima bor yana? Biz implantdan ko'pchilik qo'rqishardi oldin. Keyin kecha siz menga ko'rsatib berganingizdan keyin ancha xotirjam bo'lib qoldim-da. Har bir vaziyat individual. Agar tish tizligini bartaraf qilish uchun yonidagi tishlar sog'lom bo'lsa, albatta implant yaxshi. Tayyor yechim turganda sog'lom tish chaqlab eski metodlardan foydalanib ko'prik sumak protezli qo'yish bu noto'g'ri. Avvalgi tishingiz ham zararlab qo'yadi. Yonidagi tishlar zararlanishiga olib keladi va ertaga yonidagi tishlarni umrini ham qisqartiradi. Implant qo'yish o'zi xavflimi? 12 yildan buyon mana shu ish bilan shug'ullanasiz. Implant qo'yish hozirgi kunda mutlaqo xavfsiz. Xalqimiz ongida shakllanib qolgan og'riqli yoki qanaqadir rak kasalligini keltirib chiqaradi degan tasavvurda kelishadi bir xillar. Bu narsa mutlaqo noto'g'ri. Hozirgi kunda zamonaviy implantlarni qo'llab yaxshi natijalarga erishishimiz mumkin. Briket o'zi nima uchun qo'yiladi? Briket qo'yish kerakmi? Ba'zida mana shu ikkita tishingizni olib tashlagan holda o'zimizni to'g'rilab qo'yamiz. Shunga o'xshagan miflar bor. Brekt bu prikus muammolarini hal qilish uchun qo'yiladigan tizim. Agar prikusda o'zgarish bo'lsa, tishlarda qiyshiqlik bo'lsa, brekt to'g'ri yechim va hozirgi kunda zamonaviy brektdan tashqari eliner tizimlari mavjud. Eliner yordamida ham prikuslarni, tishlarning qatorini, notekisliklarini to'g'rilashimiz mumkin. Ham estetik jihatdan qulay, ham gigiyenik jihatdan tozalashimiz oson va natijaga tezroq erishishimiz mumkin eliner bilan. Yemu klinikasida bitta holatni ko'rsatib berdilar. Shogirdingizdan bittalari Shohrar aka. Ortodont. Briket qo'yganlar, u bemorga shunaqa tashxis qo'yilganki, tishingizni olib tashlaymiz degan. Lekin bular briketni shunaqa to'g'ri qo'yish oqibatida 1 yil adashmasam bemor qatnab yurgan, o'sha tishlari olmagan holda jag'i shunaqa chiroyli ko'rinishga keltirganda. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Hozir aytganimizdek, har bir holat o'ziga xos xususiyatlari bor. Breket qo'yayotganda haqiqatda tish olishga ko'rsatma bo'ladigan holatlar ham mavjud. Tishni olib turib, keyin breket qo'yishga to'g'ri keladigan holatlar mavjud, lekin ham tishni olib, ham tishni olmasdan davolash usuli turganda oldimizda iloji boricha tishni asrab qolib, davolashga harakat qilishadi ortodontlarimiz. Sababi ertaga vaqt ko'proq ketsa ham o'zini tishi, tabiiy tishi asrab qolinadi. O'zi tish bizga qanchalik qadrli? Boyagi aytganimdek, har bitta tish alohida organ. Har bitta organning o'zining vazifasi bo'lgandek, har bitta tishimizni alohida vazifasi bor. Biz 32 ta tishim bor-u, bitta tishimni yo'qotsam, qolgan tishlarim chaynuradi degan taassurotda yurishimiz kerak emas. Sababi har bitta tish yo'qotilgandan keyin yonidagi tishlarga ta'sir o'tkazadi. Ularni qiyshayishiga, suyagimizni kichrayishiga, chakka pastki jag' bo'g'imida o'zgarishlar olib katta muammolarga sabab bo'ladi. Har bitta tish yo'qotilish. Shuning uchun har bitta tish yo'qotildimi, uni o'rnini o'sha zahoti to'ldirishga harakat qilish kerak. Nima qilsak tishlarimiz sog'lom bo'ladi? Birinchi navbatda og'iz bo'shlig'i gigiyenasi. Avvalambor dinimizda sunnat, sunnatga amal qilish. Ikkinchisi shifokor ko'rigiga har 6 oyda borish juda ham katta ahamiyatga ega. Tishlarimizni
bizni ko'rmagan sohalarda ko'vak paydo bo'lishi, ko'rinmagan sohalarda karies kelib chiqishini faqat shifokor aniqlab beradi. O'zimiz faqat o'sha karies ko'vak ochilganda, ovqat tiqilib qolganda bilamiz. Lekin uni shifokor ko'rigiga muntazam qatnaydigan odam, har 6 oyda qatnaydigan odam uni erta bosqichda aniqlab, erta bosqichda bartaraf qilsa, ham tishga kamroq zarar yetadi, ham cho'ntagiga kamroq zarar yetadi. Noto'g'ri tish qo'yish nimalarga olib kelishi mumkin? Noto'g'ri implant qilish, noto'g'ri yana qoplama qilish, shunga o'xshagan masala. Har bitta qilinayotgan amaliyotda noto'g'ri qilinishi, bitta tishda noto'g'ri qilingan amaliyot aytganimdek, butun tish jag' tizimidagi o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Bitta dona qo'ygan plombamiz prikusi ko'tarib qolishi bo'g'imda og'riqlarga, bo'g'imdagi og'riqlar boshdagi og'riqlarga, uyquni buzilishiga, umumiy organizm holatiga bevosita ta'sir qiladi. O'zi qachon vener qo'yish kerak? Qachon, qaysi paytlarda venerni tavsiya qilasiz? Vener avvalambor bizani endi hozir Instagram ta'siri bu ham faqat estetik jihatdan yechim deb o'ylashadi. Hozir vener olimlar tomonidan ixtiro qilinganda bu tishni funksiyasini tiklab beradigan, tish qattiq to'qimasini zararlangan sohasini tiklab beradigan yarim qoplama sifatida o'ylab topilgan vener. Men bemorligim, misol uchun faqatgina estetik jihatdan soppa-sog' tishimga vener qo'ydirmoqchiman deb kelgan kasalligi uqtirishga harakat qilaman. Tabiiy tishni asrab qolishga. Qachonki qo'yiladi? Oldi tishlarimizda ko'p plomba ashyolar qo'yilgan. Plomba qo'yilgandan keyin plomba yillar davomida rangini o'zgartiradi, kirishadi. Natijada tish bilan plomba orasida ikkilamchi karies kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Shularning oqibatida har 2 yil, 3 yilda plomba almashtirishga to'g'ri keladi. Bunaqa holatlarda plombadan ko'ra vener yaxshi yechim hisoblanadi. Undan tashqari prikusni to'g'irlash uchun tishlarni qattiq to'qimasi zararlangan sohasini mustahkam material bilan tiklash uchun vener tavsiya etiladi. Bizni bugun ko'rgan obunachilarga nima degan bo'larsiz oxirgi gapingiz? Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Shifokorga borish bu kasallikni tan olish emas, kasallikni oldini olish. Shuning uchun nafaqat o'zingizni, balki yaqinlaringizni sog'lig'iga muntazam ravishda e'tiborli bo'ling. Sababi hozirgi kunda yoshlarimizda ham mana yosh avvalambor o'lim hammani boshida bor, lekin yosh o'layotgan bemorlarimiz ham soni yetarlicha. Bu degani hammamiz sog'lommiz, lekin o'zimiz bilmagan kasalliklarimiz bor. Shuning uchun muntazam shifokor ko'rigida bo'lishni tavsiya qilaman. Mana shu joyda men ham oxirgi gap shunaqa degan bo'lardim. Sog'liqqa pul sarflash bu rasxod emas. Bu nabarat dahot. Ya'ni har 3 oyda, har 6 oyda, 1 yil уже katta vaqt bo'lib ketdi. Hozirgi paytda Instagram, YouTube boshqa har xil stresslar, ishdagi holatlardan keyin har 3 oyda o'zingiz uchun bir kun ajratib, sog'lig'ingizni tekshirtirishingiz bu rasxod emas, bu dahot deb qarang. Chunki qanchalik sog'lig'ingiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lib borsangiz, shunchalik o'zingizga yaxshi ekan. Xuddi shunaqa. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar.